Ha do'stlar, previewdan tushunganingizdek, men Misteriyadan challenge so'radim. Misteriya esa 1 soatda olmos set yasang deb challenge berdilar. Qanunda videoni boshladik. Hamma salom do'stlar, sizlar bilan Crocsplay. Challenge'ni eshitib oldinglar va biz videoni boshlaymiz. Birinchi o'rinda bizga o'sha Minecraftning qonunlarida keltirilgan daraxt chopish. Soat naqd 7:30 bo'ldi. 7:30da video olishni boshladim men va 8:30gacha tugatishim kerak videoni. Sababi bizga 1 soat vaqt berilgan olmos aslaha yig'ish uchun. Menda buni bir yo'li bor. Chetlik qilmayman, lekin yo'li bor. Video davomida ko'rib olasizlar buni. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Rejani tushuntirib o'tib ketaman mayli. Daraxt chopamiz. Birinchi o'rinda juda ham ko'p daraxt chopamiz va ovqat to'playmiz. Kamida 40tadan ortiq ovqat to'playmiz kamida. Keyin biz kattakon kanyon va yoki juda katta yer osti g'ori topamiz. Qora toshga yaqin bo'ladi u. Nomini bilmayman, uzr. Xo'sh. Bizga gudecha bir 20 tacha yetib qoladi. 17 ham yetarkan. Mayli. Xo'sh. 4 tani verstakni qo'yamiz. Cho'pni yasaymiz. Cho'pni qo'yamiz, kirkani yasaymiz. O'sha kirka bilan endi toshga olamiz. Xo'sh, bizga 6 ta tosh yetadi. Sababi kirka va bolta yetsa bo'ldi menga. Boshqa narsa qiziq emas. Xo'sh, buni bu yerga bitta qo'yamiz. Bitta qo'yamiz va verstakni o'zimiz bilan olib olamiz. Endi maqsad ovqatga olganimdek 40 tadan ko'p bo'lishi kerak. Ajoyib. Mana bu yerda lava bor ekan, lekin bizning maqsadimiz Nezerga borish emas, sababi biz ajdarhoni o'ldirgim kelmayapti men hozir. Biz Misteriya bergan topshiriqni bajaramiz. Misteriya kibr emas ekan. Yozdim, bittada ko'rdi va challenge berdi. Misteriyani kommentariyada atmetga qilib ketish esdan chiqmasin. O'zimni YouTube'da qilsa bo'ladi, bilmadim. Xullas, maqsadimizni qilamiz va bu yerda katta kanyon bor ekan. Zo'r. Mana buni qoraylar kattaligini, bu yerda aniq temir chiqadi. Va pastroqqa tushsak bizda qora tosh nomini bilmagan, uzr. Men hali ham topolganim yo'q. Xo'sh, qora tosh, xullas o'sha toshni oldiga borib, o'sha toshda olmos juda ham ko'p uchraydi aytgancha. Esimdan chiqib qolibdi. O'zi ko'pchilik biladi, sababi men opit ko'proqlar ham bor. Menda 1,5-2 yillik opit bor deyarli. Eng yomoni bu video boshqacha bo'lishi kerak edi. Qanaqa? Sababi men kecha videoni yozib olgandim. 1 soat yashab, lekin bugun yana shunday qilishga to'g'ri keldi. Sababi kechaga montaj qila olmadim kechagina va o'chib ketib qoldi. Bexosdan emas, albatta. Xo'sh. Sababga to'lib qolgan ekan, shuncha o'chirib yubordim. Kimga qiziq bo'lsa. Xo'sh, yaxshi. Endi 1 soat o'ynaymiz. Ha. Mana buni ham ovqatimiz nechta bo'lganini ko'rib olishim kerak. Yo'q, mana bu yerda qovoq bor ekan. Xo'sh, bizning ovqatimiz 17 ta, 10 ta, 7 ta va 2 ta bo'ldi. Ularni qo'ysak 36 ta. Deyarli 40 ta bo'libdi. Yetib qoladi. Sal-pal olishimiz, sal-pal topishimiz, xullas go'shtni
Bu meni birinchi videoyim Minecraftdagi. Shuning uchun tutuqlarni gapirayotgan bo'lsam uzrasizlar. Yo, kuppa kunduzi creeper bu yerda nima qilyapti? Qoch. Yaxshi, biz ovqatimiz cho'chqani go'shtini o'zi yegimatda. Yo, ovqatimiz juda ham kam qolibdi, birgin. Sezmayapman. Kavlab olaveramiz. Eng qizig'i kechagi videoda daraxt muammosi bo'lgan edi menda. Shuning uchun o'lib ketishim sal qolgandi. Voy, yugura olmay qoldim. Voy, nima qilaman endi? Tosh yo'q. Toshim yo'q mana. Yo, hammadan uzr so'rayman, sababi men birozgina ish qilib qo'ydim. Qanday? Xo'sh, men mana uni video kompyuter o'tib meni. Shuning uchun boshqasiga kirishga majbur bo'ldim va men bitta dona temir topdim. Ve kömür topib pechga yasab ovqatlarimni eritib shunaqa qilib yurdim. Buni hammasiga uncha ko'p vaqt ketmadi, atigi 3-4 minut ketdi xolos. Shu yerga tushdim va shularni qildim. Shuning uchun hammadan uzr so'rayman. Yo, bu yetishi mumkinmi? Yo'q, ancha. Bitta yetmasa kerak. Javob bersak, yaxshi. Hammasiga shu bo'lib qoldi. O'zi eng ko'p shu. Va men ovqatlarimni sanaganim yo'q hali. Bitta temirni ham shu yerda eritib olishim kerak. Sababi men qalqon yasashim ham kerak hali. Endi bizga qalqon kerak. To'g'ri yasayman hozir. Mana bu qolib ketibdi. Sal qolsa unutib qoldirardim uni. Xo'sh, endi mana bu joyga yetish kerak. Yo, juda ham katta-ku bu. Bu juda ham ulkanligi munosabati bilan suv topishimiz kerak. Yo, ana yerda qora tush bor ekan. Bu bizga aks qotadi yaqin kunlarda. Agar men tushsam o'lib ketmasligim kerak. O'lib ketsam tushmasligim kerak. Tanlov qiyin da. Qarab turinglar, biz zo'r narsa qilaman hozir. Hoppa, chotki. Mana bu yerdan tushish kerak endi. Shu yerdan tezgina tushsam bo'lardi. Ko'mir. Ana bu yerda skelet turibdi. Va men kirgadan olmosdan oldin birinchi temir topishim kerak de. Sababi menga temir kirka kerak birinchi navbatda. Ana bu yerda temir bor. Lekin u yerda zombi ham bor. Shuning uchun qo'rqyapman u yerga borishga. Ana bu yerda ham bor ekan. Iloji boricha zombilar yo'q joyga bormoqchiman, sababi u yerda temir bo'lishi mumkin va o'lib ketishim ehtimoli juda ham past. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Yozda oxirigacha tezroq 100 ta bo'lishim kerak. Boshqalar 100 mingta bo'lib ketyapti bir oyda.
Xo'sh, mana bu yerda shaxta. Mana bu yerda kristal bor ekan. Ajoyib. De. 8 ta temirim bor. Ajoyib bu ham. Men uchun hamma narsa ajoyib deyarli. Bu yoqqa tusha olmayman, sababi tushsam ham bitinga hamma joy ekan. To'g'ri, u yerning davomi yo'q ekan. Katta emas ekan. Sabablar qilayotibdi. Va men mana bu yerga kelmoqchiman. Lekin bu yerda maxluqlar bor ekan. Chunki kelgim kelmayapti. Creeper portlaydi hozir. Yo'q, ko'ryapsizlarmi? Men bashoratchiman. Hazillashing. Xo'sh. Hop, mana buni ham kavlaymiz. Yo'qmi? Tagida yo'q. Buni tagida bormi? Yo'q. Bu yerga tushdim. Va nihoyat. Axir. Yo, zombi. Biladan qanday? Yo, creeper. Yo, bu juda ham qattiq urar ekan. Qaranglar, bitta urish bilan meni jonimni yo'q qilib qo'ydi. Bam, bo'ldi, uka, sen dam olishing kerak. Monster Hunter deyapti meni. Yo, ana buni qaranglar. Bu yerdagi zombilar meni ko'rib qolsa, men tamomman, aniq. Skeletlar ko'rib qolsa, undan ham 2 barobar. Shuning uchun men bu haligi portla bratan. Qana, yo, молодец. Mana buni olamiz. Buni ikkita qo'yamiz va bu yerga to'p qo'yishimiz kerak. Oddiygina toshdan bo'laveradi. Mana bu yerga va bu yerga. Ha, do'stlar, menda night vision bor. Men ketgan kuch tugadi, lekin va hammasini 3 ta ko'mir bilan yechishim kerak. Mana bunday qilsam nima bo'ladi? Ko'mir olib kelish kerak edi. Bundan va bundan olsam yetarli. Kirkaga yetarli faqat. Men hozir qancha temirim bor? 8 ta va bu yerda ham 8 ta va men hozir ishton qilaman. Ishton, bosh kiyim, oyoq kiyim, tepa kiyim yetadi. Yo'q, bolta emas kerak menga. Yo'q, to'xtanglar. Menda 16 temir borligi uchun men hozir 8 tasi yana uni qilsam, ha, to'g'ri. 2 ta narsa qilsam yetarli ekan. Da. 9 ta, 10 ta va men o'zimga bitta bolta yasab olishim kerak edi. Apa. Yana atiga 3 ta bo'lganda zo'r bo'lasiz. Menda yana bitta temir bor, to'g'rimi? Yo'q. To'g'ri. Yo, meni anaqam tugab qoldi. Bu. Endi nima qilaman? Mana buni yoqsa bo'ladimi? Yo'q, yoqsa bo'lar ekan. Zo'r. Lekin juda ham tez tugar ekan. Tez tugadi u. Yo'q, olib yurish kerak ekan undan. Yo'qsa bo'lar ekan. Eskisini ishlat. Endi menda yemen. Hamma to'g'ri. Va bu. Anlov qilish qiyin ekan. Mana buni sindiramiz. Hamma yangisini ishlataveray.
Eng yomoni meni qornim hali och qolgani yo'q. Ko'ring. Men shuncha ovqatni kimga yig'dim? Yo'q, mana bu yerda menga ishton yoki ikkita yana qandaydir aslahaga yetadigan temir bor ekan. Zombi yo'q, yaxshi. Yaxshi, bizda 12 ta temir bor. Bu degani yana 4 ta temir kerak. Hozirgina shu yerdan chiqmadimmi? Bilmadim. Yo'q. Tupik ekan. Ajoyib. Bizda 10-daqiqadan o'tib ketdi. Menda hali bitta dona olmos ham yo'q. Lekin men hozir topaman ularni. Video bir necha daqiqaga stop bo'ladi. Kanyon topgunimcha, sababi butun videoni qilsam xotiram to'lib qoladi. Kompyuterim unchalik ham kuchli emas. Juda ham katta kon topishim kerak men. Temirlar yetarli bo'ldi. Temir kerak emas boshqa umuman. Faqat ularni eritish kerak. Xullas, video bir necha daqiqaga stop va men kon topishim shart emas ekan. Juda ham katta kon topishim shart emas ekan, to'g'ri. Sababi meni tagimda kon bor edi, men adashibman va men bu yerga keldim. Va bu yerda men olmos ko'rib qoldim. Tepadan tushishimga olmoslar meni kutib oldi mana bu yerda. Keyin bizda birinchi olmoslarimiz bor deyarli. Bu yerdagi olmosni kovlab olaman va bu yerda yana bitta olmos ko'rgandim, mana 10 ekan. Men temirlarimni eritishga qo'ydim va mana bu yerda kovladim. Va men juda ham ko'p ko'mir kovladim yo'lda. Sababi menda ko'mir muammosi duch keladi. Aytib chiqa olishim kerak edi hozir. Mayli, ana uni kovlab olib, ana uni olib, o'zimga aslaha yasab keyin qilaman. Menda full temir aslaha bo'ladi hozir. Qolmadimi? Qolmadi. Yaxshi. Xo'sh, endi men versagim kerak endi menga. Men ishton yasayman. Bosh kiyim yasayman va oyoq kiyim yasayman. Ay, mana buni. Yaxshi. 6 tosh qoldi. Bunga men biror mahal ana u mayda kirka sinib qolsa, kirka yasashim mumkin. Yoki bolta. Ikkovini ham yoki. Abbo. Bu yerda ko'p ekan. Yaxshi. Biz 3 ta bor deyardi. Allaqachon. Yo, bu yerda ko'p ekan. Shuni orqasidan yana bitta chiqsa, yo'q chiqmaydi. 6 ta olmos. Ajoyib. Yo, ona bu yerda yana bitta olmos bor ekan. Mana bu yerda shuncha ekan. Voy, men challenge osonlashadi menimcha. Soatni men ko'rganim yo'q. Obbo. Ishgal. Mana bu yerda zombi va skelet yuribdi. Zombilar ikkita ekan. Not today, thank you. Rahmat, hozir emas. Tarjimasi adashmasam. Bular ikkita, lekin ikkitasiga qarshi chiqish ozgina problema da. Zombi ketgan bo'lsa chotib bo'lardi. Yo, meni qayerdan olibdi? Axir. Agar u meni oldimga keladigan bo'lsa, yo'q, kelar ekan. Lavaga tushib ketadi demoqchi edim. Chunki men lavani u yog'iga yotgandim uni. Yo'q, skelet qani? Menimcha skelet pastga tushib ketdi. Da.
Menimcha. Yo, bu yerda zombilar juda ham ko'p ekan. Abbo. Hayır. Yo, ko'rsa kadar qo'rqib yubordim-ku. Yo, skelet mana bu yerda ekan. Yaxshi. Yo, meni hammasi ketib qoldi. Tayyor o'lja. Voh, chotki. Lavada kuyib o'l. O'sha joyda ham. Ovqat yeyishning ayni payti. Yo, shuncha ovqatni bekorga to'plamagan ekanman rostdan ham. Qornim och qolmaganiga yarasha men jonim ketishi mumkin. Shuning uchun ovqat to'plabman men shuncha payt. O, ana bu yerda yana bitta skelet nima? Minecraft men bilan hazillashyaptimi? Zombilar paydo bo'lmasidan oldin men juda ham tezlik bilan ana u meni ko'rib qoladi hozir deb aslahaning bir qismi bor da bir necha nav ilish ajoyib. Yo, bu yerda birodar qalaysan? Hozir chiqib olay. Chaq. Oldi. Endi o'zingdan ko'r. Qani, chaq. Yaxshi. Skelet minus. Va menda tosh yo'q. Bor ekan. Challenge'imizning bir necha daqiqasi hali 1 soatga yetib borgani yo'q, lekin menda juda ham ko'p olmoslar bor. To'g'ri, 8 ta. Bu yerda ham yana bormi? Yo'q. Nega? Ming afsus. Bu menda toshlar tugayapti. Lekin men bu yerga hali chiqqanim yo'q. Obbo, mana bu yerda ana u asabuzor ham kelyapti. Bu yerdan kovlay olamanmi? Ish qilib tushib ketmasin. Yaxshi, yana bitta ekan bu yerda ham. Obbo, endi nima qilaman? Ana bu yerda yana bitta bor ekan. Men yo, sal qoldi. Birodar, bu yerga chiqa olmaysan sen, chunki sen noobsan. Sening parametrlaring bu yerda ishlamaydi deb. Bitinga qimmat gaplarni ishlatayotgan bo'lishim mumkin, lekin bu meni birinchi videoyim, nima deyishni bilmayman. Minecraftdagi birinchi videoyim. Qanday gapirishni bilmayman, to'g'ri. To'g'ri, ba'zida yaxshi gapiraman, ba'zi videolarimda. Mana buni ham kovlaymiz va bizda 12 dona temir bor. Olmos bor. Mana bu yerda yana bitta ko'rgandim men, qizig'i. Hozir shuni ham kovlashim kerak yoki o'shamidi. Yo! Agar hozir bitta skelet bo'lsa, men shu yerda to'xtatishimga to'g'ri keladi. To'xtatmayman, lekin baribir. Bo'lmasa yaxshi bo'ladi. Bu yerga endi qurib chiqish kerak. 1 2 3 4 5 6 7 6 xolos. 7. O, как раз. Endi men blok kovlashim ham kerak. Va bizda 13 ta temir bor. Bizga esa challenge'imiz yarim deyarli bajarildi. Sababi menga 24 ta temir kerak. Kim bilmasa 24 ta olmosdan full olmos aslaha qilsa bo'ladi. Va Mysterio menga faqatgina olmos aslaha dedi. Full olmos hammasi demak degani yo'q, to'g'rirog'i. Shuning uchun men faqat olmos aslaha qilaman. Instrumentlar emas. Instrument temirdan bo'lsa ham bo'laveradi. Va bu yerda ham ko'p ekan, yaxshi. Men yurgan yo'limdan olmos chiqyapti. Bu kon juda ham ajoyib va meni challenge'imni juda ham osonlashtirib beryapti. Mana bu yerda yana bor ekan. 19 ta bo'ldi. Menga atiga 5 dona olmos kerak va meni challenge'im shu joyda tugaydi da. Birodar, qalay? Qani? Pachaq. Creeper apokalipsis. Ajoyib.
Mana Creeper botlar. Ajoyib. Yaxshi, hammanda qalqon bor, lekin yaqin orada shu qalqon ham sinadi. Bu yerda skelet. Mergan. Yaxshi, malades. Yo, mana bu yerda anaqa bor ekan. Olmos. Brother. Nima gap? Mana bu yerda ham bor ekan. Chotki. Zombi, yana zombi. Ishqilib meni o'ldira olgan bo'lsang, men seni o'ldiraman. Yo'q, kel. Chak. Tezroq. Yaxshi. Yo, 3 dona olmos. Mana bu yerda yana bitta ko'rgandim men. Yana olmos ko'rgandim va uni hozircha olasam. Yo, 3 ta yetanim. Yetdi. Yaxshi. Yo'q, yetmaydigan. Mana bu yerda yana bitta bor ekan. Yo, 2 ta ekan. Mayli, olmos kelgani ham qo'shib yasab qo'yaman, lekin videoning qaysi daqiqasi hozir bilmayman, o'zim ham hozir ko'raman. Xo'sh. Iltimos. Yaxshi. Yo, men bajardim-da. Hozir birini yesam yetadi. Lekin men qo'shib kelkayam yasamoqchiman. Sababi shunchaki. Yo, fotosh esdan chiqib qolibdi. Men uni o'ldiraman deb o'ylabman, lekin o'ldira olmadim. Chunki men noobman. Azlashdim. Xo'sh. Menda missiya bajarildi. Men full aslaha yig'dim. Menda temir aslaha bor, lekin men qo'rqyapman nimagadir. Yiqilishdan. Yo, yelka ham yasaldi. Ajoyib. Lekin hozir ko'raman qaysi necha bo'ldi soat. Mening missiyam 8:30 da tugashi kerak edi. To'g'ri, vaqtim 8:30 da tugashi kerak edi. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, bu omadning iti deb ataladi. Sababi bitta jonni o'zidan shuncha olmos topa oldim. Hech narsa emas. Buni yechib tashlayman va buni kiyib olaman. Buni ham olaman. Soatni ko'rish vaqti. Soat 8 bo'ldi. 8 bo'ldi. Men yarim soatda, bu rekord bo'lishi mumkin emas-ku-ya. Lekin yarim soatda men olmos aslaha. To'g'ri, naqd yarim soat emas, 40 minutga yaqin. Lekin bu bilmadim qanaqa. Lekin bu juda ham zo'r do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Olmos aslaha degan, yo, ana bu yerda yana bitta olmos bor ekan. Eng qizig'i Misterio menga faqatgina olmos aslahani o'zi degan, men qo'shib kirka ham yasab qo'ydim. Olasizlar, mana buni olib belgiroq ham yasab qo'yishim mumkin. Xo'sh, tepaga chiqaman. Olmosni olaman. Bitta ekan, yetadi. Va menda bitta qo'shimcha olmos ham bor. Nima deysizlar? Shu olamda yana video qilaymi yoki yo'q? Eng qizig'i, buni hardcore qilganimda ham hozir tirik qolardim va hardcore'da juda ham zo'r bo'lardi bu ish. Sal-pal aylanaylikchi. Nima bo'ldi ekan? Orqadan hujum qilishdi. Men uni hozir zo'r narsa qilaman. Qalqon orasidan urdimi? Mayka. Chotki. Jigar. Hayır. Yo'qol. Qarab turinglar. Voy. Otayotgan joyda o'lib qoldi. Va do'stlar, bu olamda men yana video qilayman. Kommentariyada yozib qoldiringlar, iltimos. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yo'q, mana bu yerda yana olmos bor ekan. Bu video uzunlashib ketyapti. Navida zo'r moblar bor ekan. Chotki. Belgilasam, ketmayasam-kimi? Xullas, bu yerda hech narsa yo'q va meni bo'ldi. Vaqtingizni olmayman. Video
To'g'ri, video yarim soatlik, lekin men bu videoni hali ko'p qilmayman. Xo'sh, do'stlar, video shu edi. Yuragimga o'q sanchilib qoldi sababi kanalimda obunachilar juda ham kam. Yo'q, kimdir obuna bo'lsa o'q yo'qoldi. Iltimos videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men yoz oxirigacha 100 ta bo'lishim kerak. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar va kommentariyada nima deyishni bilasizlar. Mystery kibirmas deb yozib qoldiringlar. Xullas, hamma Xayr.